uyingizni nimadan patolog qilishingizdan qat'iy nazar shunaqangi bahaybat kosmos kerakmi? Bizga murojaat qilinglar. Xohlasanglar bunaqa, xohlasanglar avvalgi holatdagisi, xohlasanglar tumaloq holatdagisi. Xonalarning ichiga kichkintoylardan ham bor. Nima deyapti akalar? Buni bir donasi $100. Bir donasi $150. Bu ham $150. Buni narxini taxmin qilinglar, hozir aytaman. 2,5 metrlik katta zallarga O'zbekiston bo'ylab $250. Mana bunisi nima deyapti akalar? High-tech variantlariga oppoq holatda. Tunuka mahsulotidan bu, MDF emas. High-tech variantlariga mana bu joylari yonadi, chekalari ham yonadi. Xohlasangiz manaqa gold svetidan bor. Gold svetini kattasi, bahaybati. Xohlasangiz buni olib turib masjidga ehson qilaman desangiz ham juda zo'r variant. Ko'ryapsizlarmi? Juda katta. Zallarga mana bu chiroqlari bilan go'zal holatda bo'ladi. Bu tarafda ham bor. Mana mebelnisi kerakmi? Mana mebelnisidan bor. Bular ham boshida aytganimdek bir donasi $100. Bunisi $150. Bu oqi ham mayli $150, oq bo'lsa ham. Bu tunikani yana bittasi. Bu ham tunika mahsulotidan to'qroq svet xohlaganlarga to'qroq svetidan. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ham bor. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Do'kon, magazin, shunaqa shunga o'xshagan sotuvchi akalarimiz bo'lsa ham aloqaga chiqib olasizlar. Shularni hozirgi aytib o'tgan narximdan ham pastrog'iga qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar.